ba'zida sayohatda yurib shunaqangi noliyman-da. Hozir mana kunduz issig'i qoq obedda biz ko'chaga chiqib mana bunaqa aylanadigan bor-ku. O'shanga o'tirishga очередda turibmiz. Hali ochilmagan. 4:30da ochiladi. Biz obedga soat 3da kelib olganmizda 1,5 soat kutishimiz kerak. Noliyman degan keyin aytaman. Xudoga shukr. Mana shunday kunlar meni boshimga bitganiga, boshqa narsadan nolib o'tirganim yo'q. Misol uchun qachon boraman faloncha shaharga yo mana shu joyga bormaganman deb armonda qolmaganman-da. Bilasizmi, o'zi hayotingizda o'zingiz o'sganingiz sari sizni muammolaringiz ham o'sadi. Boyvachchalar puli ko'p, problemasi yo'q yoki men ko'pchilik aytadi-ku, nima boyvachchaga erga tekkan, problema. Hammada bor problema. Faqat hammani o'zini urovenda bo'ladi. Hozir men o'tiribman, shunday issiqda menga zarilmidi hozir shunday kelib turib, deb o'tiribman, lekin hozir Xudoga shukr ham qilyapman. Mana shunday kunlarga erishganimga